o'lim farishtasi Azroil alayhissalomdan Alloh taolo so'ragan ekan. Ey Azroil, mana shu kungacha qanchadan qancha bandamni jonini olding. Birortasini jonini olish paytida yig'laganmisan umuman deb savol berganda shunday javob bergan ekan. Bir marta kuldim, bir marta yig'ladim, bir marta qo'rqib ketdim deb javob bergan ekan. Kulganimning sababi bir bandangni oyoq kiyimi, poyabzali ta'mirtalab bo'lib qolgan, ustani oldiga olib borgan, ta'mirlovchi poyabzalchi ustani oldiga olib borib aytganki, buni yaxshilab qilib bering, 2-3 yil kiyishim kerak hali deganda kulganman. Sababi u hali 2-3 yil yashashini o'zi ham bilmasdi, hattoki oyoq kiyimini bir marta kiyib ulgurmasdan jonini oldim. Shunda kuldim. Yig'laganimning sababi sahroda bir ayol to'lg'oq payti farzandini dunyoga keltirguncha holatini ko'rib yig'ladim va onasini jonini oldim. Sahroda bir o'zi qolib ketgan farzandni ko'rib, uni nolasini ko'rib shunda yig'ladim. Qo'rqib ketganimning sababi bir bandangni uyiga jonini olgani borganimda olim, ilmli, ahli ilm, zamonasining olim inson edi. Shuni jonini olgani borganimda uyidan shunaqangi nur taralarida ko'zlarim qamashib ketib qo'rqib ketdim. Bu kim ekan degan ma'noda qo'rqib ketdim. Shunda qo'rqib ketdim deganda Alloh taolo aytgan ekanki, ey Azroil, ana shu sen onasini jonini olgan chaqaloq ana shu inson edi deb javob bergan ekan. Qissadan qissa onadan tug'ilib ayrilib, uni taqdiri, hayotini shu darajada o'zgartirgan Alloh taolo siz bilan biznikini o'zgartirmaydimi degan savol sizlarga akalar. Hozir milliy o'ylab qaraylik.